Kasaba uyushmasining mavqei ham, uning o'rni ham bugungi jamiyatimizda ancha yuksaldi deb baralla ayta olamiz. Yaqinda 17-oktyabr kuni muhtaram prezidentimiz tomonidan mana shu kasaba uyushmalari federatsiyasining faxriylari, a'zolari, shuningdek ularning faollari bilan bevosita to'g'ridan to'g'ri uchrashuvda ham qilinayotgan ishlar, davlat tomonidan berilayotgan e'tibor, shuningdek kasaba uyushmalarining pastga tushib, nafaqat mehnatkashlarning huquq va burchlarini himoya qilish. Eng asosiysi jamiyatimizda yordamga muhtoj ayollarga individual ish olib borilayotganligi juda katta ehtirom bilan tilga olinganligini aytmasdan ilojimiz yo'q. Jamiyatda mana shu o'zining mavqeiga ega bo'lgan 120 yil xalq bilan birga ezgu g'oya ostida katta bir harakatga aylanganligi, mana shu harakat bugun har bir xonadonga kirib borish harakatida ekanligi ham bugun bor gapga aylandi. Yil davomida faoliyatida yuqori natijalarga erishgan bir guruh fidoyi xodimlar faxriy yorliq va esdalik sovg'alari, shuningdek O'zbekiston kasaba uyushmalarining 120 yilligi esdalik nishoni bilan taqdirlandi.